Assalomu alaykum. Kanalimiz a'zolari, mana xudo xolasa keyingi zakazlarimizni ham olib kelib ustunoqchalar qildik. Namanganga Tuz tumani Karkiton qishlog'iga qo'ydik bu yerda. Bu yerga 4 ta eshik, 5 ta deraza qo'yganmiz. Bitta 2 qanotli eshik, 3 ta 1 qanotlik. Xohlasa bu chekada a'zolarni qilamiz. Bular makridan bo'ldi. Bu oshxonasi ekan, katta qilindi. Eshik romimiz 220 ga 2 metr. Bulari bir qanotlik. Razmerlari 90 ga 240 lik. Xohlasa mana shilari, kanizlari ham bo'lakchasidan. Oynalari qora gullik. Ochilib yopishadigan xudo xolasa behijolat. Rezinkalari bor. Xudo xolasa o'ta go'zal bo'lib chiqdi. Ishlariga ko'rib baho berib olasizlar. Romlari ham katta, 170 ga 170 lik. Eshiklarimiz hammasi 90 ga 240. Mana bu standart romi, 130 ga 170. Xohlasa o'ta go'zal bo'lib olinadi. Qanotlilari. Xohlasa hozirash yana qismaslik uchun reja qo'yilgan bularga. Bu tashqi tomonda ham ikkita romi bor. Uni Patagoniyalar bilan qo'yib berdik hammasini. Patagoniya ham Akfanikidan qo'yilgan. O'ziniki bilan bir xil rangi. Oynalar xohlasa germetiklangan. Shompun nimalar kirizmaydi. Zamonlar ham original, yaxshi zo'r zamondan. Ochib yopishlar ham xohlasa behijolat. Xohlasa mana buni 2 oy oldin tashlab ketdik, endi ustunoqcha qildik, joylarini tayyorlagandan keyin. Kimga kerak bo'lsa, nomerlarimiz 99 439 96 90. Biz 5 dan bo'ylab futbol xizmati ko'rsatamiz. Vodiy bo'ylab dastlabki ustunoqcha o'lchash bepul. Kimga kerak bo'lsa aloqaga chiqarasizlar.